yana bir bor bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz. Mana ishlar davom etyapti. Barcha rahbarlar shu yerda hozir mana ogohlantirishlar berildi. Noqonuniy qurilishlar, o'sha shaharsozlik normalariga zid bo'lgan qurilishlarni buzdirish ishlari boshlanadi. Mayir kengish ko'cha bo'ladi. Yana bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Bu lekin hali rasmiy ma'lumot sifatida qabul qilmaysizlarda. Bir yangilik. Xudo xohlasa mana shu yerda reja bor. 24 ga 7 ko'cha tashkil qilish reja bo'lmoqda. Fuqarolarimiz bolajonlari bilan bemalol kelib, bozorlarga o'tib, bozorliklarni qilib, aylanib, bir dam oladigan maskan bo'ladi. Hal bu to'g'risida loyihalari bilan chiqaramiz. Loyihalari ishlab chiqilmoqda. Yangilik sifatida sizlar bilan o'rtoqlashyapman. Piyodalar yo'lakchalari, tungi chiroqlar bilan bezatilgan juda ham chiroyli saylgoh bo'ladi. Ishlar juda ham qizg'in. Tumanimizning Davr savdo majmuasi mana ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan majmuada bozorlarimiz raqamlashadi. Hozir bir qator ishlar ketyapti. Ko'chalar juda chiroyli ko'chalarga aylantirish bo'yicha loyihalar boshlandi. Taqdimotini albatta ko'rsataman sizlarga. Bu yerda umuman avtomobillar harakati cheklanadi. Tuman hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ilhom Safar kecha yig'ilishda o'zining rejalarini aytib o'tdi. Aytdiki, har bitta ota-ona bozorga keladi, farzandlari uchun nimadir xarid qilishga yoki yaqinlari uchun xarid qilishga keladi. Shunda xavotir bo'ladi. Bolam ko'chaga chiqib ketishi mumkin, yo'ldan qanday o'taman degan xavotir bor. Shuning uchun bozorga keldimi, yuqori kayfiyatda bir bozor chiqqanda bolajonlarni ham, yaqinlarni ham bir aylantirib, dam olib ketadigan maskanga aylantiramiz degan gaplarni aytib o'tdi. Loyihalarga start beriladi, Xudo xohlasa. Endi tasvirlab berdi bizga qanday bo'lishini. Men o'zi tasavvur bor menda. Albatta biz yozishyapti asfalt. Albatta bu yer asfalt bo'ladi. Asfalt yo'l bo'lib. Bu yer zamonaviy qiyofaga kiradi. Mana shu ko'chamiz. Moshin to'xtaydigan joylarni ham bugun tongda ko'rib, joylarni o'rganib chiqdi.
Jarqo'rg'on tumani markazi. Katta o'zgarish bo'ladi markazida. Bizdan uzoqlashmangizlar. Biz bu mavzuga yana qaytamiz.